Okalar yaqinda qor yog'ishi mumkin. Mashinalarni, balonni qarab qo'ydinglarmi? Qorda bilasizlar, sirpanib, DTP bo'lishi mumkin. Lekin sizlar ishonch do'konlari kelib, mashinalarni qishga tayyorlasanglar bo'ladi. 6-7, 8-dekabrda atigi 3 kun aksiyani jinnisini qilishgan narx-navoli prosta bomba. Masofa balonlarini rosa reklama qilamiz, okalar. R14 eng hadoviy bo'ladi. Okalar o'zi 600 ming so'm sotilgan ekan, ishonch do'konlarda. Hozir aksiyada sizlar 471 mingdan xarid qilsangiz bo'ladi. Olasanglar 12 oyga bo'lib to'lashgan o'rasida. Sizlar so'rayotgan charmxo balonlar ham bor, okalar. R13 ni o'zi 520 ming so'm sotilgan ekanda. Hozir 411 ming so'mdan xarid qilasizlar. R15 razmeri kerak bo'lsa 590 ming sotilgan, 472 ming so'mdan olasizlar. Bilasizlar, ishonch do'konlari juda ham ko'p. Bu 150 taga yaqin o'sha filiallar qilib tashashdi. Liboyga kirasizlar, bu yoqdan borib hamma narsa topsanglar bo'ladi. Texnikalar deysizlarmi, mebellar, televizorlar, kalaska, dashi borib gilamlargacha olib kelib qo'yishgan ekanda. Agar sizlar 5 milliondan oshuvli narsa xarid qiladigan bo'lsanglar, o'sha yangi yil tuhfasi aksiyasida ishtirok etsanglar bo'lar ekanda. U yoqda sizlar 2 xonali uy yutib olsanglar bo'ladi, okalar. Undan tashqari yana Onyx avtomobillari qo'yilgan, yana 250 tadan oshiq qimmatbaho texnikalarni ham yutib olasizlar. Okalarda kelinglar, narsalar xarid qilib, ham narsa yutib olsizlar. Kimga qiziq bo'lsa, mana atmetga qilib qo'yganmiz.